Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi uchirimiz dushmaningiz haqida bo'ladi. Dushmaningizni hozirgi holati, uyidagi holat, sizga nima qilmoqchi va nimalar qilyapti, shu haqida ochirim qilamiz. O'zingiz uchun yoki ochirim qildirmoqchi bo'lsangiz, telefon nomerim mana shu videoni tagida qoldiraman. Telegramdan bemalol kerak bo'lsa murojaat qilasiz. Unda like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. Ikkita variant qilamiz. Yoqqanini o'zingiz uchun tanlaysiz. Dushmaningizni hozirgi holati qanaqa holatda? Dushmaningizni hozirgi holatini ko'rib chiqamiz. Qanaqa holatda ekan? Birinchi variantni dushmani va ikkinchi variantni dushmani. Yaxshilab kartalarimizdan yoqqanini tanlang, tez-tez ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Videoni cho'zmayman, chunki YouTube menga ko'p vaqt bermagan. Va unda birinchi variantdan boshladik. Dushmaningizni hozirgi holati qanaqa holatda? Dushmaningizni hozirgi holati, dushmaningiz uyida bo'lishi mumkin. O'zini ishlari bilan, o'zini qandaydir muammolari bilan ovoraligini ko'ryapmiz. Dushmaningiz kim bilandir ko'rishgan, uchrashgan, qandaydir bu yerda dushmaningizni xufiyona ko'rishuvlari, uchrashuvlari bo'layotganga o'xshaydi. Chunki o'tgan safargi dushmaningiz haqida deb qo'yganimizda birinchi variantgami, ikkinchi variantgami qandaydir dushmaningiz hozirgi paytda o'zi bilan o'zi ovoraligini va o'zini tashvishlari bilan yurganligini aytgan edi. Mana o'sha kartalarimizda aytyapti. Dushmaningizni hozirgi holati qandaydir kim bilandir xufiyona ko'rishish, uchrashish va shu narsalarni orqasidan yuribdi va shu narsaga erishgan bo'lishi ham mumkin. Kim bilandir ko'rishgan, uchrashgan va xufiyona bu yerda suhbatlar bo'lyapti. Dushmaningizni hozirgi holati qanaqa holatda? Dushmaningizni hozirgi holati sovuqqon energiyada bo'lib qolgan. Qandaydir bunda bu ayolda yoki erkakda ko'p sirlar yashirilyapti. Qandaydir oilasidan yoki yaqin tanishlaridan qandaydir sirlari bor. Bu insonni sirlari yashiryapti. Qandaydir sovuqqon energiyada turibdi hozirgi paytda. Dushmaningizni hozirgi holati qanaqa holatda? Dushmaningizni hozirgi holati kimdir yuraklarini og'ritgan bo'lishi mumkin. Kimlarnidir kutyapti, qattiq siqilyapti, ezilyapti. Qandaydir bu o'sha kim bilandir ko'rishgan, uchrashgan va o'sha uchrashuvi sovuqqonlik bilan yakun topganga o'xshaydi. O'shaning uchun bu uyida qandaydir siqilib qolyapti, ezilib qolyapti. Mana shu insonni ko'p o'ylab qolyapti. Hozirgi holati, uyidagi holat qanaqa holatda? Qandaydir xursandchiliklari ham bu insonni barbod bo'lganga o'xshaydi shekilli. Qandaydir o'zi xohlagandek munosabatda ham, oilada ham o'zi xohlagandek natijaga erisha olmayapti bu inson. Qandaydir ko'p illyuziyaga berilib ketyapti, ko'p nimalarnidir o'ylayapti. Bu inson qandaydir yolg'onchi inson, xayolparast, yolg'onchi shunaqa chiqyapti va bu inson qandaydir shifolanishini ham aytyapti. O'zim shifolantiraman, hayotim qandaydir izidan chiqib ketib qoldi deyapti. Hozirgi holati, energiyalari qanaqa holatda? Pul kerak bu insonga, pul kerak va nimalardir qilish kerak, kimlargadir nimalardir qilish kerak, lekin shifolanaman deb harakat qilyapti, lekin hozirgi paytda puli yo'q, shifolana olmaydi, chunki kartalarimiz teskari holatda tushyapti. Qandaydir nima deydi, yaxshi kunlari ham teskari bo'lib qolgan bu insonni. Shifolanaman, o'zim yana oldingidaqa yaxshi holatga chiqarib olaman deyapti, lekin adashyapti. Bu inson kartalari teskari tushyapti. Ayrim kartalar qandaydir mana bu quyosh kartasi ham teskari tushdi. Hozirgi paytda oilasida ham, munosabatda ham, ishida ham yaxshi holat emas bu. Birinchi variantni dushmaningizni holati yaxshi holatda emas. O'ylagan rejalari hammasi barbod bo'lyapti. Qandaydir kim bilandir ko'rishdi, uchrashdi. O'sha inson bilan ko'rishuv, uchrashuv ham barbod bo'ldi. Tatimadi bu insonga. Sovuqqonlik bilan kim bilandir ko'rishib, uchrashib va niyatiga yeta olmadi. Sizga nima qilyapti, nima qilmoqchi? Sizga nima qilyapti va nima qilmoqchi? Sizga nima qilmoqchi va nima qiladi? Yo'q, hozirgi paytda mana dushmanligi ham teskari holatda. Bu o'zini oldin ishlarini hal qilish, o'sha sirlarini qandaydir hammadan yashiryapti.
sirlarim oshkor bo'lmasin, qandaydir xufiyona munosabatlarimni kimlardir bilib qolmasin, o'zimni o'zim shifolantirishim kerak deb o'zini g'ami bilan o'zi ovoraligini ko'ryapmiz. Birinchi variant, hali sizga hech narsa qilgani yo'q, hatto rejasida ham yo'qsiz. Chunki bu o'zini ko'rdingiz, qanaqangidir ishlari bilan ovoraligini ko'ryapmiz. Ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variant, qandaydir dushmaningiz o'y-xayollarga ko'milib ketgan, nimalarnidir o'ylayapti. O'ylash bilan ovoraligini ko'ryapmiz hozirgi paytda. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalar qanaqa holatda? Dushmaningiz nimalarnidir nishonlamoqchi, nimalargadir xursandchilik kunlarini o'tkazmoqchi bu inson va qandaydir og'ir yuklar bilan, qandaydir qayoqqadir yo'li ham bor bu insonni, qayergadir bormoqchi, qayerdandir kelmoqchi. Xursandchilik qilmoqchi, kim bilandir ko'rishmoqchi va uchrashmoqchi. Bu oilaviy qandaydir ko'rishuv, uchrashuv yoki ishxonada kim bilandir nima deydi, ko'rishish, uchrashish, xursandchilik. Hozirgi paytda holati xursandchilik, nimalarnidir ko'p o'ylayapti va uyidagi turmush o'rtog'i qandaydir bunga asabiylashgan holatda, qahr-g'azab bilan turibdi. Bu dushmaningizga turmush o'rtog'i bo'ladigan bo'lsa, qandaydir asabiylashgan, jahldor holatda turibdi. Buni mana bunaqa qanaqangidir xursandchilik joylariga borishiga yoki kimlar bilandir ko'rishiga, uchrashiga qandaydir qarshilik qilayotganga o'xshaydi. O'shaning uchun mana bu dushmaningiz ham ko'p o'ylanib turibdi. Nimaga mani buni erim bunaqa, nimaga mani nima deydi, uyda olib o'tiradi, nimaga o'z xohishlarimni qilolmayman deb ko'p o'ylovda, siqilishlarda qolib ketyapti. Qayergadir yo'li bor, xursandchilikka borish yo'li bor, kim bilandir ko'rishish, uchrashishga yo'li bor, lekin bu yerda eri to'g'anoq bo'lib turibdi. Va nima bo'ladi, o'z kuchlari ham foyda bermayapti, nimadirlar qilyapti, kartasi teskari tushdi. Bu narsalari qandaydir barbod bo'layotganga o'xshaydi. Boraman degan joylariga vaqt soatida bora olmay qolyapti. O'shaning uchun qandaydir bu inson o'ylovda tashvishlanib, qayg'urib, nimaga men bora olmas ekanman, nimaga men bora olmadim, nimaga men hammaga qo'shila olmayman degan o'y fikrlarda o'tirgan bo'lishi ham mumkin. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalar qanaqa holatda? Dushmaningizni hozirgi holati bir yaxshi, bir yomon holatda o'tiribdi. Qandaydir o'sha yuragida ham siqilishlar bor. Eridan bu kartamiz erini tagiga tushdi. Imperator bu bizda kartamizda o'sha boshliq, qirol. Eridan nolyapti, bu ko'proq o'sha turmush o'rtog'idan nolyapti. Nimaga meni o'z xohishlarimni qildirmaydi, nimaga men hech narsa qilolmayapman, erim shu yo'limga to'g'anoq bo'lyapti degan gap so'zlarni qilib o'tirgan bo'lishi mumkin. Eridan nolyapti ko'proq bu dushmaningiz. Dushmaningizni hozirgi holati, energiyalari qanaqa holatda, nimalar qilmoqchi, qandaydir magiya ishlatmoqchi. Bu kimga ishlatadi magiyani? Oilasigami yoki sizgami? Oilasigami yoki sizgami? Oilasigami? Bu oilasiga ham ishlatishi mumkin, sizga ham magiya ishlatishi mumkin. Chunki bu yerda qandaydir amal kartalari ham tushyapti. Sizga sehr qiladimi? Sizga sehr qiladimi? Dushmaningiz tomonidan sizga sehr kelyaptimi? Sizga sehr kelyaptimi? Dushmaningiz tomonidan sizga sehr kelyaptimi? Albatta, ikkinchi variantga ozgincha negativ, yomon energiyalar yuborish niyati bor. Chunki bu qandaydir turmush o'rtog'i bilan holati yaxshi emas. Buni sizdan ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Dushmanim tomonidan menga nimadir qildi, o'shaning uchun qilayotgan ishlarim o'xshamay qoldi. Alamimni olishim kerak. Dushmaningiz sizga qandaydir bu yerda yaralangan erkakni ko'ryapmiz va qandaydir yulduz kartamiz ham teskari tushyapti. Sizga nima qilyapti degan savolimizga bu yerda yaxshilab kartamizga e'tibor bersangiz, qandaydir bu inson yaralangan holatdaligini ko'ryapmiz. Boshlarida, qo'llarida qandaydir yaralar va yon atrofida ham qandaydir bardaklikni ko'ryapmiz. Uyingizda qandaydir to'palang bo'lsin va uni tomoshasini u ko'rish kerak va sizga nima qilyapti deganimizda kasallikka, uyingizda ozgina notinchlikka va sizni qandaydir yulduzdek porlamasin, so'nib qolsin. Bu uyida hech kimga qo'shila olmasin, so'nib qolsin va hammaga yuz ko'zlari qandaydir xunuk holatda ko'rinsin degan maqsadda qandaydir amallar qilayotgan bo'lishi mumkin.
Va sizga shu narsalarni qilish ehtimoli bor va endi qilmoqchi bo'lib turgan bo'lishi va yoki qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu kim ko'rayotgan bo'lsa, o'zingizda biling. Qandaydir turmush o'rtog'ingiz bilan ozgina g'ijillashib qolayotganmisiz yoki oynaga qaraganingizda yuzlaringiz o'zingizga xunuk yoki qorayib ketganingizni his qilyapsizmi? Qandaydir xursand holatdan qandaydir pastroq holatga tushib qolyapsizmi? O'sha narsalardan ham o'zingizni qandaydir bilib olsangiz ham bo'ladi. Bu qandaydir uyingizni har doim tozalaysizda baribir o'sha uyingiz ko'zingizga qandaydir toza bo'lmayotgandek, qandaydir hali nima desa bo'ladi, bardak holatga kelib qolayotganini ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu sizni uyingizda qandaydir siz har kuni uyingizni tozalaysiz va ozginadan keyin yana o'sha uyingiz to'zib ketayotganini his qilishingiz mumkin va ko'rishingiz mumkin. Bu bexosdan, to'satdan bo'ladi. O'sha uyda qarabsizki, sehr amal kelgan bo'ladi. Siz uyingizni misol uchun 10 mahal tozalaysizmi va o'sha uyingiz yana boyagindek bo'lib qandaydir to'zishlik ko'p bo'ladi. O'sha uyga bilib olsangiz ham bo'ladi, o'sha uyda sehr kelganligini alomati ham bo'lishi mumkin. Qandaydir oynaga qaraysiz, oynada bo'g'ilib ketganingizni, ko'zlaringizni tagida qandaydir qorayishlarni sezsangiz ham o'sha sehr alomatlari bo'lishi ham mumkin. Bu yerda sizga qandaydir o'sha kasallikka va uyingizni notinchligiga yulduzdek porlamasin, so'nib qolsin deb qandaydir sehr amallarni qilish ham mumkin. Dushmaningizni holatini va sizga nimalar qilishini ko'rib chiqdik. Rahmat hammaga.